Salomat bo'ling. Rahmat. Bo'pti aka, gaplashamiz. Yo'q, просто kuzatib qo'y, hurmatingiz bor. G'alati bo'lmasmi? Yo'q, emas, yaxshi. Nima qilsa, xo'p. Assalomu alaykum. Ana, voy, mana o gulni qarang endi. Voy, assalomu alaykum. Qanaqa ko'tarsam ekan endi. Oy, nech kilo bu? Aziz. Ushla. Agar o'ti bilan olib kelaman, ustaga. Assalomu alaykum. Mana shu gullarni ham avvali. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Furqat aka, assalomu alaykum. Salomat bo'linglar. Endi bu narsani ko'rsatib qo'yay, bu ataylab keldi bu narsa. Men bu narsa uchun muxlislarimizga minnatdorchilik bildirib qo'ymoqchiman alohida. Biz YouTube'da Avazoxon degan meni o'zimning kanalim bor. Mana shu kanalda bizni obunachilarimiz 1 milliondan oshgani uchun Amerikadan bizga mana shunaqa oltin nuqtami, nima bu? Knopka deydi. Oltin knopka keldi. Bu hammasi sizlarni muxlisliginglar, sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan. Salomat bo'linglar. Faqat aka rahmat. Bizning YouTube'da kanalimiz bor, Avazoxon bizning kanalim. Mana shu kanalga podpisatsiya qilib qo'ysanglar, obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa. Bizda unaqa tashvishli, g'am tashvishli narsalar yo'q. Faqat kulgi, kayfiyat. Salomat bo'linglar, rahmat. Ulug'bek Rahmatullayev salomat bo'lsin, ajoyib san'atkor. Har kuni har xil kostyum kiyib keladi. Topganini kiyar ekan bu ham. Amerikaga ketyapmiz, 3 chamadon kiyim olib chiqibdi. Mana shunday chamadonlarda. Uloq akam qani desam, chamadon orqasidan chiqib, "Shu yerdaman" deydi. "Sostavingizni olganmisiz?" dedim. "Sam kiyimlarim" deydi. "Sotasizmi?" dedim. "Kiyaman" deydi. Men aytdim, "Buncha chamadon ko'targandan ko'ra, ana uydagi kiyim shkafingizga 4 ta g'ildirak o'rnatib sudrab chiqarmamsiz" dedim. Ketdik, Amerikaga bordik. Ulug'bek Rahmatullayev chamadoni alohida mashinada ketdi. Biz alohida mashinada ketdik. Men chamadonimni tizzamga qo'yib olganman deb qo'ydim. Yaxchangina. Gassisaga borib SMS yozdim. "Qaytasiz?" desam, "Yoningizdagi xonadaman" deydi. Shuna yonimdagi xonaga chiqsam, sep yoyib qo'yibdi. Mashina qilib siqilib o'tiribdi divanda. "Ha" desam, "Oq shortigim qolib ketibdi" deydi. Dekabrda shorting nima qilasiz desam, "Cho'milgani boramiz-ku" deydi. "Qora shortingda cho'milsa bo'lmaydimi?" Desam, "Menga tushmaydi" deb qo'yadi. Voy. Cho'milayotganda kim qaraydi uni? Meni kiyimi tushmabdi. Bunaqa kiyimda cho'milmaydi deydimi birov? Yana shopping qilaylik deydi. Shuncha kiyim olib borgan odam. Yana kiyim olmoqchi. Gipermarketga kirdik. Paypoq $35. Men good. Ye. Nima ichimda baloni yebsan, olmayman deyapman. Bir payt Ulug'bek Rahmatullayev Louis Vuitton degan magazindan $2000ga bir juft tupli ko'tarib chiqdi. Shuncha pulga shuni oldingizmi desam, "Chiroyli kiyinib yurish sunnat" deydi. Men aytdim, "Buni puliga sunnatday qilsa ham bo'ladi, aka" dedim. "Jigar rangini siz oling" deydi. Men nima deyman, rangi yoqmadi deb qo'yardim. Men bir oy Amerikada yurib bitta tupli bilan ketmayman-ku. Bola chaqam nima olib keldi desa, tupli olib keldim deymanmi? Ulug'am akam nima olib keldi desa, qorasini olib keldi. Salomat bo'lsin Ulug'bek Rahmatullayev. Yana bitta chiroyli qarsak olib qo'yinglar. Hali ketmagan bo'lsa mabodo. Salomat bo'linglar. O'qituvchilar ko'p ekanda endi hammalarini ko'nglarini olgim kelyapti-da. Kelinglar, bir 4 ta 5 ta o'qituvchini shu yerga taklif qilaylik. Kelinglar, sizlarga ham sovg'amiz bor. Kelinglar. O'qituvchilar, kelinglar. Mana erkaklar ham chiqsin, erkak o'qituvchilarimiz ham. Erkaklardan ham bormi o'qituvchilar? Kelinglar. Tortinmanglar, kelaveringlar. Mana aka, o'qituvchimisiz? Keling. Ya 4 kishi bo'ladi. 4 kishi bo'ladi. Qo'yib yuboring, mayli, opam qo'yib yuboring mana. 2 ta ayollardan, 2 ta erkaklardan qo'yib yuboring, bo'ldi. Rahmat, singlim. Rahmat. Gullar uchun bo'ladi. Avtobus to'ldi. Bo'ladi. Ha! Chiqing bo'pti, chiqing. Mayli, shu opamni qo'yib yuboring, mayli. Orqa turib olasizlar. Assalomu alaykum. O'qituvchimisiz? Qaysi fan?
Rus tili. Rus tili. Qaysi fan? Matematika. Voy, yoliga. Ko'rsam qo'rqib ketyapman. Qaysi fan? Matematika. Matematika. Tarix, geografiya. Tarix, geografiya. Assalomu alaykum. Andijondan keldik. Shu bugun keldik. Qo'ldan bilet olib, chiqmasam bo'lmaydi dedim. Qaysi fandan dars o'tasiz? Tarix, tarbiya. Tarix, tarbiya? Biz rus tili o'qituvchimiz matematikadan ham dars o'tganda. Endi o'qituvchi bo'lsanglar, bu narsa sizlarga oson. Men bitta tez aytishni aytaman. Kim shuni tez aytib, ko'p aytib bersa, o'shanga bizni homiyimiz Imzo kompaniyasidan, mana Imzo, respublikamizdagi eng katta xoldinglardan biri, bitta chiroyli qarsacha olib qo'yinglar. O'tgan yil ham konsertimizda chiroyli sovg'alar berishgan edi muxlislarimizga. Bu yil ham mana homiyimiz Imzo. Bitta tez aytishni aytib beraman. Uyingizga Imzodan Sasha degan yigit keldi. Sizga chiroyli romlar yasab berdi. Siz haligi yigitga qarab aytdingizki, yashasin Imzo yasagan Sasha dedingiz. Shuni tez aytib bersangiz bo'ldi. Yashasin Imzo yasagan Sasha. Tez aytish kerak faqat. Boshlang. Yashasin imzo yashagan. Yashasin Imzo yasagan Sasha. Yashasin imzo yashagan 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 Sasha. Rahmat. Assalomu alaykum. Kasha bo'ldi oxiri. Inson bu yoqqa o'tib turasiz. Assalomu alaykum. Matematika bilimlarning otasi. Onasi nima? Fizika. Fizikami? Bollari-chi? Qolgan fanlar. Qolgan fanlar. Hamma o'zinikini maqtaydi. Yashasin Imzo yasagan Sasha. Bizda uyga vazifa berib olishadi-da undayni. Biz so'rab o'rganganmiz, aytib emas. O'zi ertaga keling. Yotlab. O'zi konsertga o'qituvchilar deganingiz uchun kecha olib keldik. Aytib berasizmi? Aytaman. Ayting. Siz boshdan qaytadan bitta. Yo'q, bo'ldi, qayta unda yotlab olasiz-da. Yashasin imzo yasagan Sasha. 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 To'g'ri aytdilarmi? 4 ta bo'ldimi? 4 ta bo'ldi. Boshqa shart ayting. Bo'pti, boshqasini aytaman, onajon. Keling. Bashar bilan Yashar imzo romli yashil uyda yashasharding. Undan oldingiz osonmidi? Osonini ayting. Nima edi? Yashasin Imzo yasagan Sasha. Yashasin imzo yashagan Sasha. Yashasin imzo yashagan Sasha. Yashasin imzo yashagan Sasha. Yashasin imzo yashagan Sasha. Yashagan emas, Yasagan deyapman. Yasashin Ming marta aytganman, darsga tayyorlanib kelinglar deb. Nima ahvol bu? Alamlarimizni olaylik. Ana, o'quvchilarga ham oson emas ekanmi? Ana, o'quvchini dardini his qildingizmi? So'raverasizlar ha deb. Aytib berish qalay bo'lar ekan? Hayajon bosyapti. Men yoningizdaman, hayajonlanmang. Ayting. Yashasin imzo yasagan Sasha. 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 Nechta bo'ldi? 4 ta. Durang bo'lib qoldi-yu. Anjalli. Aytasizmi? Hurmat qilaman. Ijodingizga barkamollik tilayman. Ijod qilishdan charchamang. To'yda tabrik aytgan chiqqaningiz yo'q siz. Kelin-kuyovga baxt tilayman demadingiz-da. Ayting. Ayta olmayman, ustozlar hurmat qilaman. Hurmat qilmaysiz, prosta shunaqa qilib vaziyatdan chiqib ketmoqchisizda. Endi siz bu yoqqa chiqing. Aka, siz ham chiqing. Voy, sizlar ikkalanglar hozir durang bo'lib qoldi. G'olibni aniqlamasak bo'lmaydi.
Yana bitta tez aytish aytaman. Birdan qaytarmayman, bittada aytib berasizlar. Yaqaki uzoqdan pitirlamasdan o'zing ayt. Rayon, yarmi rayon. Ha, oson aka. Rayon yarmi rayon. 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 Aytib ko'ringchi. Rayon yarmi rayon, 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 rayon yarmi rayon. Ozgina adashib ketdingiz. Lekin ayajon keling, baribir siz g'olibsiz. Bitta qarsak chalib qo'yinglar shu. Ismingiz nima edi? Halima Abdullayeva. Alimaxon ayamiz. Xorazmdan keldingizmi? Ay, salomat bo'ling. Xorazmliklar bitta qarsak chalib qo'yinglar. Marhamat, ustozlarimizga sovg'alarni beringlar. Alimaxon, siz yoqqa o'tib turasiz, ayajon, yoqqa o'tib turasiz. Imzoga qarsak bo'lsin, imzo kompaniyasiga. Sizlarga rahmat ustozlar, o'qituvchilarimiz. Bitta chiroyli qarsak chalib qo'yinglar. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Keyin. Men matematika o'qituvchisiman. Endi bu yerda reklama bo'lib ketmasin. Matematik repetitor kanalim bor. 130 dan ziyod podpischikim bor YouTube'da. Men darsimni sizni hazilingiz bilan o'taman. Matematika ko'pchilik biladi, qiyin fan. Shuning uchun har darsimda Ovazoxonni anekdotlaridan misol keltirmaguncha qo'ymayman. Sizni ashaddiy muxlisingizman. Rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Mana shu xolam bo'lmaganda siz yutardingiz. Sizga imzo kompaniyasini sovg'asini topshiramiz. Bitta chiroyli qarsak bilan. Marhamat. Xursandmisiz? Mani konsertlarimni ko'rib o'tirasiz. Joylargacha olib beradi. Joyingizgacha olib berishadi. Qarsak bo'lsin.